Orol dengizi qurib qolishini qoraqalpoqliklar sog'lig'iga eng yomon 3 ta ta'sirini sanab beraman. Buni bilganingizdan keyin esa qoraqalpoqliklarga mehringiz boshqacha bo'lib qoladi. Birinchisi havo va tuproqni zaharlanishi. Dengiz qurigandan keyin uni tuzlari havoga ko'tariladi va shamol bilan yuzlab kilometrga tarqaladi. Oqibatida nafas yo'llari kasalligi paydo bo'ladi. Surunkali allergiya, bronxit, astma, silga o'xshash kasalliklar kelib chiqadi. Ikkinchisi esa ichimlik suvining sifati buziladi. Orol bo'yiga yaqin hududlarda yer osti suvlari sho'rlanib, ichimlik suviga aralashadi. Oqibatida buyrak kasalliklari, yurak muammolari, suvsizlanish, bolalarda o'sish va rivojlanishda orqada qolishiga olib keladi. Uchinchisi eng yomoni immunitetni pasayishi va onkologik kasalliklarning rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Orol fojiasi tufayli ekologik muhit buzilgan. Toza havo, toza suv va sifatli oziq-ovqat yetishmovchiligi kuzatiladi. Tabiiy immunitet pasayadi, organizm rakka o'xshash kasalliklarga qarshi kurasha olmay qoladi. Oqibatida ayollar orasida bepushtlik, chaqaloqlar o'limini yuqoriligi, jigar va o'pka raklari ko'payishiga olib keladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosing. Qoraqalpoq haqidagi ma'lumotlarni kuzatish uchun bizga obuna bo'ling.